Hammaga salom, videoni ablashkasidan ko'rganingizdek bugun men Zufarmax haqida 50 ta fakt aytib beraman. Video boshidan like va podpiska bosinglar, qani bo'lmasa boshladik. Zufarmax asl ismi Zufar, millati o'zbek, YouTube kanali 2019-yilda ochilgan. Hozirgacha 300 ga obunachi to'plagan. U O'zbekistondagi Free Fire yo'nalishidagi eng ko'p obunachisi bor YouTuber. YouTube'dagi jami prosmotri 44 million. Videolarini ko'pi open case, johi YouTuber bilan ahil, o'zini crash deb biladi. PUBG streameri Bonita bilan tanish, yoqtirgan mashinasi opoq Malibu, Inosh bilan qalin do'st, Inosni ko'tarilishiga yordam bergan. Telegram kanalida 30 ga obunachisi bor, yoqtirgan ovqati somsa, YouTube knopkasi bor. 100 ga bo'lgani eng esda qolarli lahzasi. YouTube'da o'zgacha stream qilishi bilan mashhur bo'lgan. Streamda stressga tusa tashqariga chiqib yiglab keladi. Matematikani 5 ga bitirgan, BBF'ni sevadi. Shaxsiy almaz boti mavjud. Fayko bilan tanish, yoshligida daraxtdan yiqilib tushgan, johiga kal deb murojaat qiladi. 7 aprelda 300 ga bo'lgan. Case 2 o'ynagan, shaxsiy gildiyasi bor. Gildiyasi nomi Zexes, Garena tomonidan rasmiy content maker deb tan olingan. Har 15 kunda 20 ga plus almaz oladi. Hozirgi paytda 500 ga harakat qilyapti. O'zini shaxsiy mushugi bor. Ilk ishlatgan telefoni Samsung, kibrdan yiroq, hayotdagi asosiy maqsadi suv kabi bo'lish. Yoqtirgan qo'shiqchisi Yulduz Usmonova 5 ga 1 komnatalarda yutadi. Pro igrok, eng ko'p tushgan donati 3 million. 7 yillik stajga ega. Instagramda 100 ga obunachisi bor. Har kun turnir qiladi. Ukasi bor. Eng ko'p ko'rilgan shorts videosi 2,5 million. Yangi stream xona qurdirgan. Boshidan oftob urgan, obunachilariga har streamda padarak beradi. Akkaunti narxi 30 million. Bugungi video shulardan iborat edi. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.